Insho crimes, ya'ni jinoyatlar. Jinoyat mavzusi, crime mavzusi ko'pgina qiyin mavzulardan bittasi hisoblanadi. Bunga qanaqa fikrlar bilan misol yozish mumkinligini bu inshoda ko'rib chiqamiz. Demak, mavzu: Some people who have been in prison become good citizens later, and it's often argued that these are the best people to talk to teenagers about the dangers of committing a crime. Ba'zi odamlar, kimki qamoqda bo'lganlar, keyinroq yaxshi fuqaroga aylanishi mumkin va bu odatda muhokama qilinadiki, bular eng zo'r odamlar o'smirlar bilan gaplashish uchun jinoyat sodir etishning xavflari haqida. Demak, jinoyatchilar, keyinchalik qamoqda o'tirgan jinoyatchilar yaxshi odam bo'lishi mumkin keyinchalik va muhokama qilinadi, tortishiladiki, bular o'smirlar bilan gaplashish kerak bo'lgan eng yaxshi odam, jinoyat xavflari haqida gapirib berishi kerak bo'lgan degan mavzu shu g'oyani beryapti. Endi sizdan inshoda to what extent do you agree or disagree? Bu fikrga qo'shilasizmi yoki qo'shilmaysizmi? Fikringizni ifodalang, insho yozing deyapti. Hop, bunga qanaqa fikr berilyapti ko'rib chiqamiz. It's true that ex-prisoners can become normal, productive members of society. I completely agree with the idea that allowing such people to speak to teenagers about their experiences is the best way to discourage them from breaking the law. Demak, bu haqiqatki, sobiq jinoyatchilar ex qo'shilsa, otlari oldiga sobiq ma'nosi paydo bo'ladi. Sobiq jinoyatchilar normal odam bo'lishi mumkin, normal va samarali, jamiyatning samarali a'zosi bo'lishi mumkin, bo'la oladi. Men bu fikrga to'laqonli ravishda qo'shilaman. Qaysiki, bunday odamlarga imkoniyat berish, gapirishga, gaplashishga o'smirlar bilan, demak, ularning tajribalari haqida o'smirlarga gapirishga ruxsat berish deyapti. Eng zo'r yo'l ularni qonun buzishidan, demak, sovutish, ya'ni ruhini tushirish uchun. Ya'ni discourage degani encourage, ruhini ko'tarmoq, discourage ular xohishini pasaytirish. Ya'ni qonun buzishga bo'lgan xohishini pasaytirish uchun eng zo'r yo'l demoqchi. Demak, agree yo'lidan ketyapti, bu fikrga qo'shildi. Endi shu fikrga roziligini, nimaga bu fikrga qo'shilayotganini ikkita badiyda ifodalab berish kerak. Birinchi badiy: In my opinion, teenagers are more likely to accept advice from someone who can speak from experience. Meni fikrimcha, o'smirlar ko'proq moyil qabul qilishga maslahatni bitta biror kimdan, kimki tajribasidan gapiradigan, ya'ni tajribasidan, hayotda boshdan o'tkazganidan kelib chiqib gapiradigan odamdan maslahat qabul qilishi o'smirlarda ehtimoli yuqori, deyapti. Reformed offenders can tell young people about how they became involved in crime, the dangers of criminal lifestyle, and what life in prison is really like. Reformed offenders, demak, nimalar, sinonimlar, lug'atlar ishlashni boshladi. Offender jinoyatchi degani, reformed degani qayta forma qilingan, form degani shakl berish, degani qayta shakl berish o'zi aslida. Endi mavzuga oladigan bo'lsak, isloh qilingan, ya'ni u qayta ishlangan, ya'ni odamga nisbatan aytsa, endi isloh qilingan jinoyatchilar ayta oladi yoki aytishi mumkin, qanday qilib ular jinoyatga jalb qilingani haqida, jinoiy hayotning xavflari haqida va qamoqdagi hayot haqiqatda qandayligi haqida, shular haqida aytishi mumkin, deyapti. They can also dispel any ideas that teenagers may have about criminals leading glamorous lives. Ular shuningdek tarqatib yubormoq, dispel. Ular shuningdek tarqatib yuborishi mumkin har qanday fikrni, qaysiki o'smirlarda bo'lishi mumkin bo'lgan jinoyatchilar qaysiki, demak, hashamatli hayotda yashayotgan, ya'ni jozibali hayotda yashayotgan jinoyatchilar haqidagi fikrlarni tarqatib yuborish mumkin, deyapti. While adolescents are often indifferent to the guidance given by older people. Demak, davom ham bor ekan. I imagine that most of them would be extremely keen to hear the stories of an ex-offender. O'smirlar odatda, demak, befarq, indifferent degani befarq ko'rsatmalarga beriladigan yoshi katta odamlar tomonidan. Demak, yoshi katta odamlar tomonidan beriladigan ko'rsatmalarga o'smirlar befarq bo'lgan bir paytda, faylda qo'shimchasi, men tasavvur qilamanki, ularning ko'pi, eng ko'pi juda yuqori ravishda xohlagan bo'lardi hikoyalarda eshitishdi sobiq jinoyatchidan. Demak, yoshi katta odamlar berayotgan maslahatga
befarq bo'lgan paytda o'smirlar shunaqa sobiq jinoyatchilardan hikoya eshitishni juda xohlagan bo'lardi, deyapti. The vivid and perhaps shocking nature of these stories is likely to have a powerful impact. Vivid degani jonli yoki yaqqol degani. Yaqqol va ehtimol hayratlanarli tabiati bu hikoyalarning kuchli ta'sirga ega bo'lishi mumkin deb aytyapti. Demak, ko'ryapsiz qanaqa ifodalar berayotganini. Demak, g'oyalar bilan tanishdik. Har qanaqa jinoyatga oid mavzu tushsa, bundagi g'oyalar ishlatilishi mumkin. Ham jinoyat mavzusiga oid topic vocabulary yig'ish kerak. Bu videolardan demak, har bitta mavzuga oid lug'atlar, offender, ex-prisoner yoki reformed yoki yana nima, vividga o'xshagan muhim so'zlar, guidance, adolescent, teenagers shunga o'xshagan so'zlardan foydalanish mumkin bo'ladi keyingi insholarda.